Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan akalarimiz, mana rossiyskiy eshiklarimiz bor. Aynali eshiklarimiz pechkalarga ketaveradi. 60 litrlik qozongacha ham ketaveradi. 60 litr chugunnisi ham bor. Bu yog'i 80 litrdan boshlab 200 litrgacha qo'yiladi bular. Mana stiklosi o'sha 80 litrdan boshlab 200 litrgacha qo'yiladi. Bu aynaligi, bu chugunnigi. Pastlari bor mana. Prostoy aynalik eshiklar mana. Rossiyskiy eshiklar. Nomerlarimiz opisaniyada bor. WhatsApp orqali aloqaga bemalol chiqib so'rab surishtirishingiz mumkin. Eshiklarimiz 10 dan oshiq turi bor. Sizlarga surati bilan senalarini WhatsApp orqali tashab qo'yamiz. YouTube'ga, TikTok'ga senasini aytib chiqarsak, keyingi keladigan partiyadagi eshiklarimiz bizga yo'l kirasi tufayli u yerda Rossiyada qimmatlagan hisobiga qimmatlab hammasi har xil kelib qolyapti. Raznica qilib qolishi mumkin. Shuning uchun senalarini aytmasdan chiqaryapmiz. Kelganda senalari aniq bo'ladi. Xuddi shuningdek, g'ishtlarimiz ham bor. Hozirlarda ham ko'rsatib o'tamiz. Bu eshiklarimiz prostoy vakuumlisi bor, kamin pechkaga bor, uy ichidagi pechkaga bor, chugunnilari bor. Bunaqa ko'rsatishdan oldin mana qilib pechkani ichiga atapleniya qiladiganlarga mana qovurg'a ham bor. Pechka 4 xili bor. O'ng tomon, chap tomon to'g'risidan yonadigan 3 xili bor ekan. Mana bunaqa qovurg'a mana. Kimga kerak bo'lsa, qurgani vaqtimiz yetmayapti. Odamlar so'rayapti, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qalin turbalarda bo'lgan. Bu yerda turganlar rossiyskiy g'ishtlarimiz, mana devorda turganlar mesniy g'ishtlarimiz. Hozir bularni sotmay qo'yganmiz. Sotmay qo'yganimiz o'ziga yarasha sababi bor. Mana ularda rossiyskiy g'ishtlar. Mana rossiyskiy saloma, shokolad, korishniy deb qo'yadi. Marskoy degan, saloma dekorativniy, qizili, bavarskiysi, mana uzorlari, har xil razmerlari bor va keyin pechkaga manaqa ichi to'liq, o'zi pechkani o'zining g'ishtlari bor, teshigi yo'q. Agniporniy g'isht ishlatilmaydi, bu ishlatilsa, ular faqat zakazga keladi. Zakazga bir hafta yoki 8 kun ichida inshaalloh keladi. Har xil razmeri bor. Uylarda tashqarisiga, pechka, o'choqqa kimga kerak bo'lsa, o'sha opisaniyada nomerimiz bor. Eshik, qovurg'a kerak bo'lganlarga bir qator yozib olsalar ham bo'laveradi. Mana qilib bavarskiy dekorativniy g'ishtlari bor. Mana bitta paddonda 3 xil bo'ladi. Bunisi ham bitta paddonda 3 xil bo'ladi. Kichkina razmeri ham bor, katta razmeri ham bor. Uylar tashqarisiga qilsa, o'shim aytadi. Kimga kerak bo'lsa 0755 39 1400 WhatsApp orqali aloqaga chiqib bemalol so'rashingiz mumkin. Pechkaning o'sha qovurg'asi, mana shu bavarskiy dekorativniy g'ishti, bitta paddonda 3 xil turi bo'lishi. Mana